hozir. Ha. O'sha faqat biz o'sha benzinga soliq to'lardik. Yoshligimizda nega benzinga soliq to'laymiz? Yo'l uchun deyilardi. Endi yoshligimizda o'sha ya'ni benzin olgan vaqtingizda qo'shimcha to'lagan solig'ingiz to'planib turib yo'llarga sarflanadi. Bu narsa O'zbekistonda faqat benzin uchun qo'yilgan. Aslida Iskandar, do'stim, O'zbekistonda ham hamma narsaga soliq to'laymiz. Qo'shilgan qiymat solig'i deydi. U narsa faqat mahsulotning narxining ichiga bo'ladi. Bizda ham. Keyin shuning uchun ko'rsatilmaydi. Mana misol uchun korzinkadan kirib 100 ming so'm narsa olib chiqib ketsa, o'sha yozilgan narxi necha bo'lsa, o'sha narxni olib borsangiz, xuddi o'sha narxni hisoblab beradi. O'sha narxni to'laysiz, lekin tagiga qavsiga yozib qo'yadi. Jumladan qo'shilgan qiymat solig'i. Shuning uchun o'sha misol uchun 100 ming so'mlik mahsulot olgan bo'lsangiz, o'shaning ichidan misol uchun qo'shilgan qiymat solig'i 8 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, o'sha 8 ming so'm o'sha 100 ming so'mning ichida. O'zi aslida olgan narsangizning narxi 92 ming so'm bo'lgan, 8 ming solig'i siz o'sha narsalar soliq. Faqat Amerikada alohida ajratib ko'rsatgani bu odamga psixologik ta'sir narsani o'rgandim shunday. Chunki endi iqtisodchi emasman, ko'p e'tibor bermaganman-da. Qanday psixologik birinchi kelganda yomon ta'sir qilgan. Nega men soliq to'lashim kerak? Chunki men bundan foyda qilmayapman, buni iste'mol qilyapman. Nega soliq to'lashim? Hozir endi kichkina narsalarni aytamiz, lekin kattaroq misol uchun MacBook sotib olsangiz, mana misol uchun ketadi. $3000 kompyuter sotib olsangiz, $300 soliq to'laysiz-da, grubo. $300 to'laganingizdan keyin $300 xuddi hech narsa yo'q. Men $3000 kompyuter, men $300 to'layapman deb soliqchi haqiqiy soliq to'laganingizni his qilasiz. Shunday juda og'riqli bu narsa. Lekin men bir taklifim bor, shuni oldin boshqalar ham bu taklifni bergan bo'lishi mumkin. Endi takroriy bo'lsa ham, O'zbekistonda ham o'sha soliq bor, o'zi qo'shilgan qiymat solig'i. Shuni alohida qilib ajratib ko'rsatish kerak. O'shanda mana soliq to'lovchilar, fuqarolar, iste'molchi his qiladi shu soliq to'layotganida. Keyin o'sha nima mas'uliyat oshadi. Shunday, insonda ijtimoiy mas'uliyat bo'ladi-da. Keyin men jamiyatda o'zini o'rnini biladi. Men davlatga soliq to'layman. Bugun 500 ming so'mlik bozorlik qildim. Shundan misol uchun 40 ming so'm yoki 30 ming so'm men davlatga soliq to'ladim degan mas'uliyat ko'zda ko'rinadi, yaqqol bo'ladi. O'sha narsa menimcha insonlarni ijtimoiy hayotga, ijtimoiy siyosiy hayotga ko'proq ongli ravishda qo'shilishiga turtki bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun menimcha alohida ko'rsatgan ma'qul bo'ladi. Juda qo'shilaman, chunki agar siz soliq to'layotganingizni bilsangiz, ochiq-ochiq shuncha soliq to'layapman, mana shu soliq pullari qayerga ketyapti sizni? Summasi bilan bilasizda, qancha summa viloyat hokimlari, tuman hokimlari bilan gap mitinglar bo'lganda, yig'ilishlar bo'lganda, mana shuncha soliq to'lanyapti ekan, bu pullar qayerga ketyapti deb ochiq-oydin aytolasiz. Chunki hammasi ochiq bo'ladi. Hayotda qatnashish boshlaydi. Bu narsa ochiq bo'ladi. Siz soliq to'layapsizmi? Demak, o'sha solig'ingizni jamiyatga o'z hissangizni qo'shyapsiz. Buni qo'shgandan keyin siz o'sha jamiyatning bir fuqarosi sifatida ayta olasizki, qayerga ketyapti bu summa? Amerikada bitta tomoni siz yo'llarga ketyapti turgan bo'lsangiz, your tax dollars in work deb qariya, anaqa. Ya'ni siz to'lagan soliqlaringizni mana shu biz yo'lni qurish uchun ishlatyapmiz deb yozib qo'yadi-da. Ko'rasiz yoki qaysidir bir joyga sarflansa, siz solig'ingizdan shu joyga sarflanganligini bilasiz. Juda yaxshi taklif, balkim qonun chiqarish. Shunga nima deysizlar, mana tomoshabinlar agar kommentariy yozib qoldiringlar fikrlaringni. Misol uchun O'zbekistonda bo'lgan ayniqsa muxlislar shunday narsa bo'lsa, sizga qanday ta'sir qiladi? Masalan, o'sha doimiy oladigan bozorligingiz, mana tasavvur qiling, har kunlik oladigan, qiladigan ro'zg'oringiz faqat endi o'zgargani, summa ham o'shada, faqat summadan ajratib ko'rsatilyapti. Misol uchun siz to'lashga borganingizda 80 ming so'mlik narsa oldingiz, 80 ming so'm, lekin 8 ming so'm soliq onasiga 88 ming so'm to'laysiz deb ko'rsatib beradi misol uchun. Bu ortiqcha narsa emas, o'sha o'zida bor narsani alohida qilib ko'rsatib berib, ham uni summasini ko'rsatish. Bizda menimcha foizda ko'rsatiladimi? 13% bo'lsa kerak qo'shilgan qiymat solig'i hozir. Shu foizda ko'rsatiladi. Shundan qilsa nechadir foiz debda. O'shani aynan misol uchun 13% summada, bu yoqda shunday summada ko'rsatiladi. Xuddi o'shanday summada ko'rsatsa, misol uchun o'lgan 50 ming so'mlik narsangizdan 5 ming so'mini soliqqa to'laganingizni bilasizda, ko'rsatib qo'ygan bo'lsa. O'shanday bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldiring. Qani, Keyin yana bitta qiziq narsa, rejali ish bu yerda. Rejali ish deganda davlat o'zini faoliyatini yuritishda infrastrukturani rivojlantirishda rejali amalga oshiradi. Ya'ni siz bilasiz, oldindan kamida 3 kun, ba'zan 1 hafta oldin, mana 1 haftadan keyin mana shu yo'lda, ayniqsa katta yo'l, highwaylar bo'lsa, mana shu yo'ldan mana shu chiqish, exit yoki mana shu yo'l yopiladi. Shu kundan mana shu kungacha, misol 1 hafta yoki 10 kun davomida remont bo'ladi. O'shanga qarab siz keyin
o'sha yo'ldan qatnasangiz doim o'ljalingizni olasiz. Keyin uy oldida misol uchun oddiy turbani o'tkazadigan bo'lsa, suv yoki gaz o'sha kelib nimadir ta'minot maintenance deydi-ku, nima doimiy nima deydi? Ta'mir qiladigan bo'lsa, ta'mirlab turishga keladigan bo'lsa, ular ham o'sha oldindan bildiradi. Mahallangiz bo'lsa, o'sha ko'chaga mana shu joyga doimiy qo'yasiz yuzingizga, mashina qo'yadigan joyingizga bir hafta oldin nima qo'yib ketadi, belgi qo'yib ketadi. Keyingi hafta mana shu kundan shu kungacha mashinani parking qilmay turinglar mana shu joyga. Ta'mirlanadi deydi. Masalan, yer kovlanadi, suv o'tkazamiz yoki gaz qilamiz deb. Siz o'shanga tayyor bo'lasiz-da, o'sha kechqurun o'zi ertalab soat 6 dan ishni boshlaydigan bo'lsa, misol 6 ga qo'ygan bo'lsa, ertalab 6 dan turmaysiz, 9 ga ishga ketadigan bo'lsangiz, siz kechqurun bir kunni o'zi bilasiz, ertaga bu ta'mirlashga keladi, mashinam xalaqit beradi mana deb, o'sha yerda parking qilmaysiz. O'sha narsa rejali juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu bir tomondan davlatning majburiyati xalq oldidagi, ikkinchi tomondan o'sha soliq to'lovchilar oldidagi o'zini nimasini bildirish, mas'uliyatini bildirish hamda o'ziga nisbatan ham qulay sharoit yaratishda. Misol uchun o'shanda degandan keyin o'sha joylar ochiq bo'ladi, ko'chalar ochiq qo'yilmaydi, mashina qo'yilmaydi. Tartibli. Shu narsalar ham yaxshi O'zbekistonga menimcha joriy qilish mumkin bo'ladi. Sekinchalik hozir ham O'zbekistonda ham yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Albatta chet el tajribasini o'rganib, hozir O'zbekiston butun dunyoga ochildi. Mana talabalar chiqishyapti, odamlar sayohatga chiqishyapti, dunyo qarashi o'zgaryapti. Albatta sekin-sekin O'zbekistonda ham bu narsalar keyinchalik o'sha aytishalik biz o'sha jahon tajribalarini, yaxshi jihatlarini o'zimizga implementatsiya qilamiz. Endi ayniqsa hozir internet davrida birdan yetib boryapti-da. Sekin ishlar misol uchun bugun bu yoqda chiqqan narsa o'zi ertasi kun ba'zan o'sha bizdan oldin O'zbekistondan xabarlar kelib boradi. Menga bir xil payti Kaliforniyada bo'lgan holatda, men Los Anjelesda yong'in bo'ldi-ku, xabarlar o'tgan. O'sha narsa hali xabarim yo'q endi. Ish bilan kundalik o'qish, tashvishlar bilan keyin menga jo'natishyapti. Nima bo'lyapti Kaliforniyada, sizlar tomon tinchmi deb. Keyin qarasam Los Anjelesda katta yong'in bo'lyapti. O'shandan keyin xabar topganman. Misol uchun shunday holatlar ham voqealar sodir bo'lgan soniyalarida уже tarqalyapti deya hamma joylariga hozir informatsiya davrida yashayapmiz. Albatta xo'sh, ijtimoiy jihatdan ozgina bir gaplashgandek bo'ldik. Endi keyingi sohalarga o'tsak bo'ladi. Hozir mana sizni tajribangizdan ham so'rasak bo'ladi. Mana biznes sohasida o'qidingiz. Endi biznes jihatida O'zbekistonda tadbirkor akalarimiz bo'lishi mumkin yoki bu yoqqa biznesni o'rganish uchun kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lishi mumkin-da. Shularga bir qanday biznesda imkoniyatlar borligi, o'qish yoki ish, kompaniyalar ochish shu haqida bir ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Endi biznesga juda ham imkoniyatlar katta. Bu yerda yaqinda men o'zim kompaniya ochdim, LLC. Bizda MCJ deyiladi, mas'uliyat cheklangan jamiyat. Bu yerda o'sha Limited Liability Company. Xuddi o'sha bilan bir xil. Juda ham oson. Juda oson. Hech qayerga borishingiz shart emas. O'tirib onlayn to'ldirasiz, onlayn ochasiz. Hamma narsa onlayn beradi. Bo'ldi, ochildingiz. Faqat bankka borishingiz mumkin, hisob raqam ochish uchun. Buni ham agar bank onlayn xizmatlari bor, onlayn xizmat bilan ochishingiz ham mumkin. Umuman biznes rivojlantirish uchun ham imkoniyat juda ham katta. Shuning uchun mana juda ham katta muvaffaqiyatli bizneslar bor Amerikada. O'sha Apple'ni misol qilib keltiramizmi, Google'nimi, Amazon'nimi, misol uchun butun dunyodagi yirik biznes korporatsiyalar Amerikada tashkil topgandek katta qismi. Shunday juda ham rivojlangan. Chunki bularda o'sha rivojlanib ketishga asosiy sabablardan biri o'sha kredit tizimi bularda yaxshi bo'lgan, ya'ni petrodollar hisobiga Amerika butun dunyo o'sha neftni dollarda sotib oldi va hamma butun dunyo o'sha dollar sotib olib Amerika banklariga qo'ygandan keyin bularda pul turib qoldi. O'sha davrlardan keyin boshlab ular xalqqa o'sha biznes qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga haligilarni foizsiz berishni boshladi. 1 yil, 1,5 yilgacha hozir ham bor. Olsangiz, kredit karta olsangiz, vaqtda to'lovini qilib borasiz, 1,5 yilgacha sizga tegmaydi. Haligi foizi yo'q. Ishlatib qaytarib qo'ysa, sizdan foiz olmaydi. Shunaqa narsa biznes darajasida bo'lgan oldin. Hozir endi urushlar, boshqa neft keyin gaplashib o'tamiz. Hozir unaqa narsa yo'q. Hozir 5% degan narsa oddiy individuallarga berilyapti, lekin o'sha katta korporatsiyalarda unaqa narsa olib tashlandi. Coviddan keyin ham katta anaqa bu ta'sir bo'ldi. Undan oldin o'sha Apple deysizmi, Google deysizmi, davlatdan milliardlar dollarlar pullarni olib turib o'sha proyektlarga sarflagan. Chunki o'sha bu proyektga 1 million dollar oladigan bo'lsa, arzimagan ular uchun katta kompaniyalar hech narsa emas, bitta proyektni boshlaydi. Unga o'sha odamlarni olib,
haligi proyektni ishga tushirib, 1 yilda ichida haligi summani qila oladigan bo'lsa, pulni qaytarib beradida, u ish o'rni yaratgan bo'ladi. Yangi soliq to'laydi, boshqa qilib u ishida davom etishi mumkin. Mana shuni hisobiga Amerikada o'sha Amerika davlatining o'sha ya'ni ularga bergan imkoniyatlaridan kelib chiqib, tadbirkorlar juda ham nima deydi, rivojlanib ketdi, biznesda rivojlanib ketdi. Lekin juda bitta narsa yana shu yerda ozroq nima bo'lishi mumkin, qarama-qarshi fikr bo'lishi mumkin, lekin byurokratiya ham juda katta byurokratiya bor Amerikada, bilasizmi? Endi o'zini qog'oz darajasiga hujjatda hatto O'zbekistondan baland deyish mumkin. Byurokratiyasi, misol uchun, oddiy birinchi marta nimaga borsangiz, haydovchilik guvohnomasi misol uchun yoki ID karta olish uchun DMV ga, bu yerda DMV bor. DMV o'sha bizdagi GAIga to'g'ri keladi. Department of Motor Vehicles. U o'sha avtotransport departamenti. O'sha yerga borganingizda, misol uchun yashash joyidan o'sha yerda haqiqatan yashaydiganligingizni to'g'risida turar joy manzilingizda tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Kamida ikkita. O'sha aytmoqchi bo'lganim bilan byurokratiya bor, yaxshigina byurokratiya bor. Umuman biznesda ham o'sha faqat osonlashtirilgan, onlayn qilish bilan shunday yoki oldindan appointment olib borganda kutmaslik bilan shu yo'llarni osonlashtirilgan, lekin baribir o'sha hujjatlarni qog'ozni qilishingiz kerak bo'lgan hujjatlar borda. Qog'oz hujjat byurokratiya bor. U narsa bo'lgani bilan hozir o'sha prava olish, ya'ni haydovchilik guvohnomasi olishga keldida, gap hozir shuni gaplashadiman. Shu yoqqa kelgan vaqtimda O'zbekistonda pravam bo'lmagan, ya'ni haydovchilik guvohnomam bo'lmagan. Bu yoqqa kelganimdan keyin o'zi onlayn tayyorgarlik ko'rdimda, bir kunda borib ham testdan o'tdi, ham